Guayu'nun ölümünden nurgulluğun təhlillər var. Bəzilə Guayu yengilib öldü. Bunun ölümü səbəbçisi hakavırlıq ya. Sünçüenge aş gepni qımısa, Sünçüenge set gepni qımısa, anın ölməkdi. Bu mühim halqadır. Dost oylap baxınlar. Bu yerki Guayu'nun ki aş Sünçüen haqaretlep qoyğan bir gepi, bir bəylikdən sunluyor ittifaqını buzup, bular hücum qılıp en qal sərkərdisini öldürüp çığa sebep bulalım. Bu yerki Sünçüen ya bu köngül qasına kengri açtaq bir adam qoy bu sizlerçi Sünçüen muşunun baş kiçikkinan tıllap qoyğanın açıq qılıp rastlı ittifaqımızı bunun hücum qılıp ketdi mi? Ya xatalaşdыңlar. Əməliyyatı bu jangning başlanışı Guayu'nun qılğan bu gipi emas, əməli qılğan işi münasibətlik. Yine bu yer Guayu butkul canını zıl keltirib atqaq bir iş qildi. Ondan sonra Guayu nima ish qildi? Bu jang zodi qandaq bo'ldi? Ma'mazim qisqadigan do'stlar, meni Guanju qo'lib birdan yaxshi yurak berib filmning davomiga diqqat qilinglar. Mush jangning oxir qaraydigan bo'lsak, bu yerda Luming Guayuning kallasini aklib Sünçüenge berganti, Sünçüen qo'rqib ketdi. Darhol Lumingni qashlab kallasini evitib, buni chiroyli bizab, savsavga avatib berdi. Bedenini dəfn qildi. Savsav Guayu'nun kallasini kirib, bunu degan abidi tiklab buni dəfn qilib ketdi. O'ylab baxinglar bu manzarani. Savsav eşeddi düşməni. Savsavның bir talay qoşununu sərkərlərini öldürüb atdı Guayu. Sünçüen ittifaqını buzub resmi düşmənləşdi. Əmdə bunlar bunun düşmənləşib durub Guayu'nun cəsdini muşundaq abidi tiklab bir tərəf qıpçı. Qaranlar neyim səbəb bununğa? Bu Guayu'nun cəsidimi? Beşivlər işıq parçalan cəsidimi bularını muşundaq qoğutub atdı. Bu hərgizmi bir kiçikkin tıllap qoyğanıqa, bir kiçik jinjon tatqısıb qoyğanılarla boğan ondaq addi iş emas. İlada 219 yılı Guayu Shangfen jangını başlaydı. Yani bu Savsavga işkirlep uruş qozgaydı. Savsav bu yerdeki Guayu'dan mudafiyalanish uchun bu yerdeki Yujingni o't üstümen leşkeri bilen Guayu'nun aldığını tuzuşqa. Guayu'nu öldürüp g'alaba qilamizmi? Guayu'nu tuzib turishqa avatidu. Pandonimi yordamchilik avatidu. Biroq bu yerdeki Guayu tasma yasab, suvni qo'yib bitib, bu yerdeki Savsavning 7 taram qo'shinning keyin kelgan Sauron Savning alay bilan hammasining qo'shinini suvga g'arq qildi. Yujingni tirik tutdi. Pandonun kallasını aldı. Emniyetime yengisi mandal tasvirlab qo'yib kichik chiqarib qo'ygan Guayu'nun bu jangi o'z vaqtida Jouyu'ninki tushunmaydi bir o't bilan Savsavning 80 tuman lashkarini qochirayotgandan qilishmaydigan jang ballar ma'u Guayu'nun mal lashkari tadbiri Jugulyan Jouyu'langsmi voy apren ko'rki saqal to'ram nochkellar digizayotgan ish ma'u Guayu'nun kallasmayda ise bu yerda 24 batur sərkər sanğının içində lashkari tadbirga eng bay eng nochi Guayu bir o'q atmay turib 7 taram qo'shinni suv bilan g'arq qilayotgan ish bo'lmaydi. Shuninglar buni 3 parchalik tazkirisida tarixini deb yozdi. Vejin Huasha deb yozdi. Ya'ni fikilma Huashan jon zil-zilga qilyapti Guayu'ning mashilari. Nima qilib shundaq deydi desanglar, mushu vaqtda Guayu'ning qo'shini amdi majangda g'alaba qilib, shu jonga bevosita tahdid deb keldi. Savsav darhol fikil qo'shinlar sərkər sarvozlarini yig'ib qurultay etib paytaxtni yani şu can bağlılığını küçürmüzmü degan mani məsləhətləşib görünlərmi? O'ylab baxinglar, bir sanğın sərkərdə hücum qilib, qarşı bir bəylikning bir dövlətning paytaxtini küçürdiğanga astan küçürlikmi, küçəsək olarmı, küçəmsək olarmı deb mağulğulğa ekvatdi degan gap boş gap emas. Endi bu vaqtning o'zida bu jangdan keyin joyida o'ltiranmay qolgani Savsavdan bekarak Sünçüen. Yani bu vaqtning o'zida Navadi Guayu davomli fikrlab kirib yig'ovnimasa, bu vaqtning o'zida endi Sünçüenning o'rni qolmaydi. Sünçüen qo'rish oldi qoladi. Liu Bei Guayu'larning Sünçüen yo'qtishi nayt osal bir ish bo'lib qoladi. Shuning uchun Sünçüen o'zini saqlab qolish uchun darhol bu yerda Liu Bei bilan ittifoqini buzib, Savsavga elchi avatadi. Yani bu Savsavga deydi, men Guayu'ning kaynidan pichoq salay. Lumingni avatimi bu kaynidan pichoq soldi. Miyatga jingjo hujum qilib, sen oldi tarafdan buni jangga qiziqtirib, hujum qilib tutdi. Shuning bilan bu yana olgandan keyin Yijo jingjolarni tang bilishli. Men Liu Bei bilan ittifoqimni buzma deydi. Endi bu xabar kelgandan keyin Savsav qanday qilmaymiz deb yig'inachida endi poytaxtni kuchamay tursak bo'g'day deb. Savsavning mushavirlari nima deydi? Savsavga bu xabarni Guayu'ga oshkorlab qo'yiladi deydi. Yani Guayu'ga mashinada uchirib qo'yiladi. Shuning bilan bu xabarni olsa Guayu Luming jingjo'ga ketdi degan gapni olsa, cho'qim butun qo'shinni bostirib ekitdi. Shuning bilan bizning Yijo aman qoladi. O qilib qolgan lashkarni biz hujum qilsakmi bo'ladi. Yijoni qaytarib ola olmaymiz. Shuning bilan Guayu yenib qolgandan keyin endi Sünçüen bilan jang qiladi.
Şunlar a ikki yo'lbos ursa bizga foyda, uning kendi fursatni g'animat bilib Jinjoni ya biz tortib olamiz, ya boshqa usulda deydi. Sağ endi turib ketib mush vaqtimizda yo'q deydi. Mushavirlarning bu taklifiga qo'shilmaydi. Endi sağ Suncha bilan birlashishga vaqt kelibdi deb darhol bu yerga Shuxuangni Shirmatlar qo'shini, Savjangni yo'lbos qo'shin bilan orqa-marqa bu yerga Guayyuning oldini to'sishga, buning bargoyiga ham mudofiyadan hujum qilishga buyurdi. Shunlar Guayyu oldirishib ketdimi? Aqsirab qaraydiganға vaqt qolmadimi? Fanchang bilan bo'layotgan bu jang hamda hal qilg'ich jangga aylangandan keyin mushu vaqtingizda ham Lumon Bayid bu jang. Nayti paskashlik bilan, nayti chupranlik bilan bu qarshi qirqaqqa o'tdi. Bu nima uchun Baydujanni nayti zangli qildi deganni bilganlar bo'lsa, anglagan bo'lsangiz keyingi sonda men tafsilli deb beray. Endi Lumon o'g'irliqcha fuqarolarni keng tayinib yoki Jinjouga kirdi, Jinjouni ishki jihatdan oladi. Endi qaranglar, keyingi tarafdan Sunchuan Lumonlar pichoq soldi. Oldi tarafdan Sağ eng yomon qo'shinni chiqadi. Buning qo'shilib bu yerdagi Mifang, Liufeng qatorliqlar orqa-marqa taslim bo'ldi. Bu yerdagi Mifang hisobda Liu Beininki qiyninisi bo'ldi bu-chu. 10 necha yil bo'lgan buning agashkili o'ylab qo'yinglar. Ayatki Liufeng degani Liu Beining bir beqib olgan tutuq o'g'li hisobda. Mush ikkisi eng ishonchli deb bilgan odam Guayyuga satqinlik qildi. Liu Beiga satqinlik qildi. Bularning qo'shinda bir tumanda lashkar bor, bularning hammasi qurolni tashlab bu yerga Lumonga taslim bo'ldi. Shuning bilan Guayyu mag'lub bo'lmay neymaman. O'ylab qo'yinglar, oldin yo'lbos qo'shinni bostirib kelsa, keynidan bu yerga Lumon pichoq ursa, ishki jihatdan eng ishonchli odamlar satqinlik qilsa, Guayyu mag'lub bo'lmay kim mag'lub bo'ladi? Bu jangning dahshatligi, murakkabligi Chirbiy urushidan murakkab jumolar. Chirbiyda Sağ mag'lub bo'lgan bilan qarshi tarafning tekosiga dasigan. Lekin ishki tarafdagilar buningga satqinlik osiylik qilmagan tehi. Guayyuga butun chora-tadbirlar ishiltildi ma vaqtning o'zicha bir Guayyu, bir Sang'un mush darajada bo'lib kelsa, bu jon qo'rqmay qanday qiladi o'ylab qo'yinglar. Guayyuning mag'lub bo'lishi chakdan eshib ketganligida. Ya'ni Guayyuning botirligi, jangvozligi, kuchlikligi, Liu Bei jitvani kuchlikligi haddan ziyod eshib ketdi ma vaqtingizda. Hamma narsa chekka ketganda keyin yonadi-ku. Shuning bilan endi bu nuqtani Sunchuan bilan Sağ to'liq tunib ketdi. Shuning bilan bu jangdan keyin bu ikkilisi cho'ng jang qilmadi. Ya'ni ushbu danqanni chuqum saqlash kerakligini, bir skam bo'lsa o'lib ketganligini, o'zining yamba ketganligini his qildi. Shuning uchun bular ushbu danqanni saqlab, umri uzun bo'ldi. Bularning bagiligi uzoq surdi. Guayyu baldır o'lib ketdi. Biroq bu yerga Guayyu avliyolik darajasiga ko'tarib, Wushang ataldi. Jangilar ataldi. Mamlakatimizda ibodatxonasi haykali eng ko'p shaxs Guayyu. 4 kilo askarlarning hammasida o'rtaq tilga ilingan shaxsmi Guayyu. Shuning uchun qarsanglar bir odatdagi puhralardan tatib, hatto qarjamat o'ynaydigan xeyshi-o'xi lavdalargacha kinolar qarsanglar Guayyuning haykalini ko'ringlar. Guayyu deb bir qatim ta'zim qildi. Shunami? Shuning uchun bu yerda Guayyuning mag'lub bo'lishi u bir kichikgina akavurlik, u Sunchuanga gaq qo'ygan undaq oddiy ish emas. Murakkab bir jangva deyman bu yerda. Ondan sonra Guayyuning botirligi asarning yerimda ortiqda so'zlanib ketgan. Guayyuning botirligi nereden nagcha? Guayyudan sir Zhang Feining-chu, Zhao Zilongning-chu, Ma Chaoning-chu, Huang Zhongning-chu. Ma 5 yo'lbos Sang'unning botirligi degan ma mazmunni anglab baqsanglar, nurg'un mazmunlarni to'liq tushuna olasizlar. Darsxonda bundan boshqa yaxshi mazmunlarmi bor? Qodi kitob deb yozsanglar undidarim chiqdi. So'rasang darsxonda avat birma. Undidar qochilanmay qolgan yoki qochilik yo'q do'stlar, qodi kitob bir deb yozsang salon chiqdi. Salonda kirib olsanglar bo'ldi. Ko'pchilik rahmat.